Mani besim 100 kilo bo'lgan, 100 kilo besim bilan men tuqqanman, homilador bo'lganman. 120 kiloliklar ham homilador bo'lishi mumkin deb aytibdilar. Agar sizda turbanallaringiz ochiq bo'lsa, o'tkazuvchanligingiz, tuxumdonlaringiz har oy ovulyatsiya bo'lsa, tuxumdonlaringiz SPK multi tuxumdon bo'lmasa, xo'jayiningizning spermogrammasi aktivligi yaxshi bo'lsa, albatta siz homilador bo'la olasiz. Bunaqa kasalliklar ko'p ayollarimiz. Lekin hozir bu yoqda mavzu kelyaptiki, savol qo'yilyapti. Agar sizning insulin rezistensiyangiz ko'payib ketsa, qayizingiz to'xtab qolsa, dog'lar tushgan bo'lsa, qizish terlashlaringiz ko'payib ketsa, erkaklarning tuklaringiz ko'p bo'lsa, shundagina sizga shu diagnoz qo'yib siz homilador bo'la olmaysiz. Albatta vesni pasaytirish kerak degan mavzu ko'tarilyapti, aziz ayollar. Xo'p, deylik siz shu vaznda homilador bo'ldingiz, sizda hayzingiz har oy keladi, regular keladi, ovulyatsiz homilador bo'ldi. Lekin shu ortiqcha ves siz uchun qiyin-ku. Tasavvur qiling, sizni bo'yingiz 160 yoki 162 lekin sizni tana vazningiz 100 kilodan oshiq. Sizda boshqa ichki organlarga ta'sirini, asoratini o'tkazadi-ku. Baribir ham o'zingiz sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmanglar, aziz ayollar.